Yo tavba, minchagina narsaga urib pul olib chiqarib tashlading opam. Qanday bunday milay xunuk bo'lib qoldi? Yo bugun soch kelyapti, aya. Yo'q, opam bugun ro'za tutgan. Yomon gapir bo'lmaydi, og'iz ochilib ketadi. Opa ro'za uka arqonda o'za bo'pti-ku bu yog'i. Yillik alamlarni olaykanmiz-da. Ukajon, mana endi qo'lim muzlab artyapman men. Oyog'ingizdagini yechib kiring. Xohlagancha kiraman. Ming'illamay, indamay Tushunmadim. O'ylab tutqangiz ochilib ketadi. Ichingiz achimaymi, opa? Bor ukajon. Ha, shunday bo'lsin. Sen qolgan joylarni ham tozalamalay, men borib bitta to'p o'ynab kelay. O'layga tushirgan joyimni nima qilyapsan? Shipirgan joyingizga musor to'gilibdi. Yana to'gildimi? Zing'illatib shipiring qani? Ro'zangiz ochilib ketadi-ya. Xo'p bo'ladi ukajon. Sulaymon o'ldi, devlar qutuldi-ku bu yog'i. Navbatdagi qozonchoqlaringizni olib keldik. Ana qora kuyalarni qumga siqib yumoqchi edi, qismet qilmadik-da. Ya shart emas, biz uyimizda o'zi oqsoch bor, ana shu yuvadi. Voy, qani? Amani? Baland gapirman bo'lmaydi, ochilib, menga farqi yo'q, ochilib ketadi. Ukajon, buni oyoqchangizni tushirib o'tiring. Opa, og'iz ochar payt bo'ldi. Ko'nglingiz nima tusdi og'iz ochar, opajon? Mantimi, lag'monmi, shashlikmi, nima yeysiz, opajon? Menmi? Seni yeyman.